Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirlik Facebook'taki dünyanınki her qaysi joylardagi Uyg'urcha anglab tushunadigan, Uyg'ur tilida so'zlaydigan va uni tafakkur qiladigan, Uyg'urning o'tida kuyib pishadigan, o'tida kuyib suyida oqadigan qadrli qarindoshlarim, hammalariningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Elhamdülillah Ramazan'ınki 24. kuniga qadam qo'yayotibmiz, jinim do'stlar. Birlikte ügünüp kelayotgan bu Enes Alim Ustaz'ınki 14 yıllık emgek neticesi olan Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesininki 44. Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi Facebook Kur'an halkasıda turvatımız kadirli qarindoshlar. Bugün birlikte bu halkada ügünlüğün Sure, Saba ve Fatir. İki tane sure var. İnşallah bunu devamlaştığından kin, bu tüyünden kin 45. Kur'an halkımızda, Facebook Kur'an halkımızda Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi 45. halkımızda Sure Yasin bilen Saffat'ını birlikte ügünümüz cinim dostlar. Andan olsa biz Kur'an-ı Kerim kulumuzda eğer bunu Kur'an-ı Kerim bolsa bununki kancı betini açımız 427. betini açı dikenimiz kaderli qarindoshlar. 427. beti Sabah suresi Mekke'de nazil olgan 54 ayet bilen birlikte ügünüşümüzni devam kılımız canım dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah suresi Mekke'de nazil olgan 54 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanlardaki ve zimindeki neslerinin ilgisi olgan Allah'a hamdü sanalar bolsun. Ahirette mo hamdü sanalar onunğa bolsun. O hikmet bilen iş kılgıcıdır, her nersiden haberdardır. O ziminge kirgen ve ziminden çıkan, asmandan düşken ve asmanga çıkan barlık nerselerini bilidu. O merhamet kılgıcıdır, mağfiret kılgıcıdır. Kafirlar bizge kıyamet kelmeydi dedi. Aytqin ki, yak undak emas, g'aybni biladigan Rabbim bilan qasamki, kıyamet sizlarga elbette keladi. Asmanlarda bolsun, ziminde bolsun, zarrachalık bir narsa Rabbimning ilmidan qacholmaydi. Meyli uningdan kichik bolsun, meyli cho'ng bolsun, hammasi elbette roşen kitaptıdır. Bu Allah'ın iman etip yaxşı amellerini qilganlarni mukopatlash uchundir. Ana shular mağfiret ve isil rizqqa erishidi. Ayetlerimizni keraksiz holatga keltirishga uringanlar, ayetlerimizni keraksiz holatga keltirishga uringanlar yirginishlik ve elemlik azapga duchor bo'ladi. İlim bilgenler sana Rabbingden nazil kılınan Kur'an'ın hak ikenlikini, onun galip kelgücü ve medhiye layık boğucu zatının yoluna başlaydıqanlıqını bildi. Kafirler mundak deyişti. Sila ölüp tupraqның astıda parça bolup ketkendin kin, çokum yeniden yaratılısılar dep haber birdiğan Ademni körüstüp koyayılımı. Kadirli qarindoshlar, bu yerda bir izohat bilinmabdi, lekin ayetlerimizni Sabah suresining 5. oyati ayetlerimizni keraksiz holatga keltirishga uringanlar yirginishlik ve elemlik azobga duchor bo'ladi degan oyatning ma'nosini obdan tushunsak, haqiqatan oyatni, ya'ni Qur'onning oyatlarini boshqa minas bilan tanqilib, hatto uni Kur'an'ni onunğa seliş lazım deydiğen manda bir söz çöçekli, manda gepleme bak adilli qarindoshlar. Bunu degenler qattiq diqqat qilsa bo'lg'udak.
Saba suresi Mekke'de nazil bo'lgan 50 qancha oyatda 54 oyat. Buningki biz 8. oyatidan 14. oyatigacha birlikda o'rganib o'timiz, jenim do'stlarim. O Allohga yolg'on chaplayotamdi yoki onunğa jin chaplashib oldimi? Yo'q. Oxiratga ishonmaydiganlar azobning va cho'nqur azg'unlikning ichididir. Ular o'zlarini har tarafdan qurshab turayotgan osmonga va zaminga qaramadimi? Agar xohlasak, ularni yerga yutkazib o'timiz yoki osmonni parcha-parcha qilib, ularning ustiga tushiramiz. Shubhisizki, buningda Allohga uzluksiz yo'nalgan har banda uchun oyat bor. Biz Davudga o'z tarafimizdan bir ustunlik berdik. Ey tog'lar, uning bilan birga menga yo'nalinglar. Ey qushlar, sizlarmo shunda qilinglar dedik. Onunğa tömürni yumşaq qilib berdik. Davudga keng savutlar yasığın, ularning to'qilishini o'lchamlik va mustahkam qilgin deb vahiy qildik. Davudga va oilasiga yaxshi amal qilinglar, men qilmishinglarni ko'rib turaman dedik. Sulaymanga shamolni bo'ysundirib berdik. Sulayman o shamol bilan tushdan burun bir oylik, tushdan keyin bir oylik musofani besib o'tdi. Biz yana uningga mis buluqini eqitib berdik. Jillarning bir qismi Rabbining ruhsati bilan Sulaymanning oldida ishlaydi. Ulardan kim amrimizga xiloflik qilsa, uningga yalqulluq o'tning azobidan tejtimiz. Ular Sulayman uchun Sulaymanning talabi bo'yicha saroylar, haykallar, ko'ldak liganlar va muqim qazonlarni yasaytdi. Ey Davud oilasi, Allohning ne'matlariga shukr etish uchun ishlanglar dedik. Bandilarimdan shukr qilguvchilar bek az. Biz Sulaymanni vafot qildirganda jinlar uning o'lganligini faqat uning hassini yegan bir yog'och qurtidan o'rgandi. Sulayman yiqilganda jinlarning g'aybni bilmaydiganligi o'ttirg'i chiqdi. Ondaq bo'lmas edi, ular xo'rlig'ich azobning ichida qolmagan bo'ladi. Bu yerga boshqa bir izohat berilmabdi, qadrli qarindoshlar. Sura Sabaninki Mekkada nazil bo'lgan 54 oyatlik suraninki 15-oyatidan 22-oyatigacha bo'lgan mazmunni ustoz Anas olimninki Qur'oni Karim va izohliq tarjimasidan birlikda o'rganib o'timiz, qadrli qarindoshlar. Saba qavmi uchun o'z yurtida bir oyat bor edi. O'ng va soldan qurshab turadigan ikki bog'. Ularga Rabbinglar ato qilgan rizqni yanglar. Uningda shukr aytinglar. Uningga shukr aytinglar. Bu go'zal shahardir. Rabbinglar mag'firat qilguvchi Rabbdir deyildi. Lekin ular yuz o'rdi. Shuning bilan biz ularga arim salini avatdik. Ularning ikki beg'ini ichida ochiq mevalik daraxtlar, yulg'unlar va bir oz gilos daraxtlari bo'lgan ikki bog'ga aylantirib etdik. Biz ularni ana shunday jazoladik, chunki ular tuzkorlik qilgan edi. Biz tuzkorlardan boshqasini jazolaymizmi? Biz ular bilan muborak yurtlar orasida bir-biriga yaqin yurtlarni barpo qilgan edik. Ularning ichida berish kelishni o'lchamli qilib osonlashtirgan edik va ularga bu yurtlarning ichida kechalari va kunduzlari xotirjam menglar degan edik. Lekin ular Rabbimiz safarlarimizning orasini yiroqlashtirgan dedi va o'zlariga zulm qildi. Shuning bilan biz ularni hikoyalarga aylantirib qo'ydik. Ularni tiri-piran
qilib etdik. Şübhəsizki, bunun da köp sabr qılğucular ve köp şükür qılğucular üçün elbette ayetler var. İblis özünün ular haqqidagi gumonini rastqa chiqargan bo'ldi. Chunki bir turkum mu'mindan boshqa hammasi onunğa ergashgan edi. Halbuki iblis ularga hech besim ishlatmagan. Lekin biz oxiratga ishonganlarni o to'g'riliq shubha ichida bo'lganlardan ayirishni xohladik. Alloh har narsani kuzatib turg'uchidir. Mushriklarga aytqinki, sizlar Allohning yaqini deb e'tiqod qilayotgan kishilaringlarni yordamga chaqirib beqinglar. Ularning osmonlarda va zaminda zarra chog'liq bir narsasi yo'qdir. Ularning o ikkisida hech sherikligi yo'qdir. Ularning hech biri Allohning yordamchisi emasdir. Bu yerdan boshqa izohat yo'qkan, qadrli qarindoshlar, 430-bet 23-oyatdan 31-oyatgacha Mekkada nozil bo'lgan 54 oyatlik sura Saba. Allohning huzurida Allah ruxsat berganlardan boshqa hech kimga shafaatning foydasi bo'lmaydi. Ularning qalblaridan qo'rqinch ko'tarilganda bir-biridan Rabbinglar nima dedi deb so'raydi. Javob berganlar haq ne dedi? O ulug'dir, buyukdir deydi. Aytqinki, sizlarga osmonlardan va zamindan rizq berayotgan kimdir? Aytqinki, Allohdir. Undaqda ikkimizdan biri to'g'ri yo'lda yoki oshkora ozg'unlikda. Aytqinki, bizning gunohlarimizdan sizlar javobgarlikka tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglardan biz javobgarlikka tortilmaymiz. Aytqinki, Rabbimiz qiyomat kuni hammamizni bir yerga yig'idi, ondan aramizda adolat bilan hukm chiqaradi. O adolat bilan hukm chiqarg'uchidir, bilguchidir. Aytqinki, menga Allohga sherik qilgan narsalarni ko'rsatib beqinglar. Hargizmi ko'rsatmaysizlar. Allah g'olib kelguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Biz seni faqat bütün insonlar uchun xush xabar berguchi va ogohlantiruvchi qilib avatdik. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon amalga oshadi deydi. Aytqinki, sizlarning belgilangan bir kuninglar bor. Uningdan qilcha kechikib qolmaysizlar, oldiga o'tibmi ketmaysizlar. Kafirlar biz Qur'ongami, uningdan burungi kitoblarga ishonmaymiz dedi. Sen bu zalimlarning Rabbining huzurida to'xtatib qo'yilgan chog'dagi ahvolini ko'rgan bo'lsang-chi. Ular u chog'da gunohni bir-biriga otib jidallashidi. Buzaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, biz albatta mümin bo'latdik deydi. Qadrli qarindoshlar, bu yerda izohatdan birsi borkan, ya'ni 23-oyat Saba surasi Mekkada nozil bo'lgan 54 oyatlik sura. Allohning huzurida Alloh ruxsat berganlardan boshqa hech kimga shafaatning foydasi bo'lmaydi debdi. Ya'ni masala shafaat masalasi, qadrli qarindoshlar. 356-izohatgan Enes Alim ustoz buningga shafaat Baqara 48-oyatda izohlandi debdi. Şu izohatga qarasak bo'lar ekan. 431-betga keldik. Enes Alim ustozningki Qur'oni Karim va izohli tarjimasida 32-oyatdan 39-oyatgacha birlikda o'rganib o'tayli, jinim do'stlar. Cho'ngchilik qilganlar buzak qilinganlarga sizlarga to'g'ri yo'l ko'rsatilganda sizlarni uningdan biz to'sdiqmi? Yo'q, balki o'zinglar gunoh qilatdinglar deydi. Bozak qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga mundaq deydi. Yo'q, bizni sizlarning kecha kunduz qilgan hiyli mikringlar iymondan to'sdi. Sizlar bizni Allohga kafir bo'lishqa va ba'zi kishilarni uning bilan o'xshash tutishqa buyurdinglar deydi.
Ular azapni ko'rganda albatta ko'nglida pushaymon qiladi. Biz kafirlarning bu yo'llariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat o'z qilmishlarining jazosi beriladi. Biz qandaq yurtqa bir ogohlantiruvchi evasak, o yurtning ko'ranglab terisiga sig'may qolgan erki odamlari biz sizlarning elchilikinglarga ishonmaymiz dedi. Ular yana bizning mollarimiz va ballarimiz ko'p, biz azobga duchor qilingan kishilar emas dedi. Aytqinki, mening Rabbim rizqini xohlagan kishiga keng qiladi, lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Ya'ni mening Rabbim rizqini xohlagan kishiga keng qiladi, xohlagan kishiga tor qiladi, lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Sizlarni bizga mollaringlarmi, ballaringlarmi yaqinlashtirib olmaydi. İman etib yaxshi ish qilganlar buningdan mustasno. Ularga amallarning mukofoti hassilab beriladi. Ular oliy saroylarda xotirjamlik ichida bo'ladi. Oyatlarimizni keraksiz holatga keltirishga uringanlar tutilib azobga tashlanadi. Yana bu yerda qarindoshlar bayotin 5-oyatda chiqqan, hozir yana chiqyapti. 5-oyatda yani ayetlerimizi gereksiz hale keltirish uringanlar yerginishlik ve elemlik azabı duçar bulur degan 38-oyatda mı yine ayetlerimizni gereksiz halatga keltirishga uringanlar tutulup azapga taşlanıdı depti qaydarli qarindoshlar. Aytqinki, mening Rabbim xohlagan bandisining rizqini keng qiladi, xohlagan bandisining rizqini tor qiladi. Sizlar uning yo'lida nima bersanglar, o uning o'rnini to'ldirib beradi. O rizq berguvchilarning yaxshisidir debdi qadarli qarindoshlar. Bu yerda boshqa bir izohat yo'q. 432-betga, 33-betga o'timiz. Sabah suresi Mekke'de nazil bo'lgan 54 oyatlik sure 40-oyatidan 54-oyatigacha birlikda o'rganamiz. 40-oyat. O kuni Allah ularning hammasini bir yerga yig'di. Andan farishtalarga shular sizlarga cho'qinganmidi deydi. Farishtalar mundaq deydi. Biz seni ulug' deb bilimiz. Bizning valimiz ular emas, sendur sen. Ular bizga emas, jinlarga cho'qinatdi. Ularning to'lisi jinlarga iymon keltirgan edi. Ana shu kunda bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz zolimlarga mundaq deymiz. Dozoq azobini tetinglar. O sizlar o'z vaqtida yolg'on degan azobdir. Ularga ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular bu sizlarni ata-bovularinglar ibodat qilib kelgan narsadan to'smoqchi bo'layotgan bir odamdir dedi. Ular yana bu Qur'on o'ydirib chiqarilgan yolg'ondanlar iborat dedi. Kafirlar o'zlari kelgan haq to'g'risida bu ochiq sehrdir dedi. Halbuki biz ularni o'qishtirish uchun birer kitap bermagan ve ularga sendin ilgili birer ogohlantiruvchi mo evetmigen. Bulardan burun qilamı yolg'onchi deyishgan idi. Bular biz ularga ato qilgan narsalarning ondan biriga erishmadi. Ular elçilerimizni bulardan burun qilamı yolg'onchi deyishgan edi. Bular biz ularga ato qilgan narsalarning ondan biriga erishmadi. Ular elçilerimizni yolg'onchi dedi. Mening ularga ko'rsatgan qarshiliqim qandoq bo'ldi? Ey Muhammad, ularga aytqinki,
sizlarga birla nasihatim bor. Allah uchun ikkidin birdin turinglar, andin tafakkur qilinglar. Hamrohinglar jin chaplashib olgan odam emas. U faqat qattiq azobdan burun sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Aytqinki, men sizlardan bir ajr so'ramadim. Mening ajrimni faqatla Alloh beradi. O her narsani kuzatib turg'uchidir. Aytqinki, mening Rabbim haqni o'ttirib qo'ydi. O g'ayiblarni to'liq bilguchidir. Aytqinki, haq keldi, batil hech bir tarafga qimirlay olmaydi. Aytqinki, agar ezib ketsam, ezib ketganligimning ziynini o'zim tortaman. Agar hidoyat topsam, bu Rabbim menga vahiy qilgan Qur'on sababidindir. Rabbim anglab turg'uchidir, yaqindir. Ularning qo'rqib ketgan chog'dagi ahvolini aytqinki, deydi 50-oyat sura Ahzobninki. Aytqinki, agar ezib ketsam, ezib ketganligimning ziynini o'zim tortaman. Agar hidoyat topsam, bu Rabbim menga vahiy qilgan Qur'on sababidandir, deydi. Qadrli qarindoshlar, ya'ni Qur'on hidoyatning manbasi. Qur'on hidoyat qiladi. Alloh Qur'onga hidoyat qiladi bizni. Qadrli qarindoshlar, Rabbim anglab turg'uchidir, yaqindir. Ularning qo'rqib ketgan chog'dagi ahvolini ko'rsangchi, ular qochanmaydi va yaqin bir yerda tutiladi. Ular uning iymon qarindoshlar, yine oxirgi 50-oyatdan yine bir qata o'qib o'taman, balkim chiqmagan bo'lishi mumkin. 50-oyat aytqinki, agar ezib ketsam, ezib ketganligimning ziynini o'zim tortaman. Agar hidoyat topsam, bu Rabbim menga vahiy qilgan Qur'on sababidandir. Rabbim anglab turg'uchidir, yaqindir. Ularning qo'rqib ketgan chog'dagi hidoyat topsam, bu Rabbim menga vahiy qilgan Qur'on sababidandir. Rabbim anglab turg'uchidir, yaqindir. Ularning qo'rqib ketgan chog'dagi ahvolini ko'rsangchi, ular qocholmaydi va yaqin bir yerda tutiladi. Ular uning iymon etdiq deydi, lekin ular yiroq joyda qolgan iymonga qandoqmi erishalaydi. Halbuki ular uni ilgari inkor qilgan edi, dunyoda turib oxiratga til uzartatdi. Ular bilan ular arzu qilgan narsa orasida to'solg'u paydo qilinadi. İlgiri ularning o'xshashlariga shunday qilingan edi. Chunki ularning hammasi qattiq shubha ichida edi. Debdi qadrli qarindoshlar. Shunday qilib Makkada nozil bo'lgan 54 oyatlik sura Saba'ni birlikda o'rganib o'tdik. Endi 45-oyatimiz, 45-sura Fatir surasi Makkada nozil bo'lgan Fatir surasi 45 oyatlik surada surani birlikda o'rganib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Fatir surasi Makkada nozil bo'lgan 45 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Osmonlarni va zaminni yaratgan, farishtalarni 2 qanotlikdan, 3 qanotlikdan, 4 qanotlikdan elchilar qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Allah yaratishda xolig'ini ziyoda qiladi. Shubhisizki Allah her narsaga qodirdir. Allah insonlarga ochgan rahmat darvozasini hech kim taqib o'tolmaydi. Allah taqib etgan rahmat darvozasini hech kim ocholmaydi. O g'olib kelguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ey insonlar, Allah'ning sizlarga ato qilgan ne'matini yod qilinglar. Allah'tan başqa yaratquchi bormi? O sizlarga osmondan va zamindan rizq berayotidi. Uningdan başqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi burilib ketadigan sizlar.
Fatir suresi Mekke'de nazil olan 45 ayetlik sure ekan. 4. ayeti: Ey Muhammed, eğer bu müşrikler seni yalgancı dese, bilgin ki senden burun ötken elçilermo yalgancı değilgen. İşler Allah'a kaytırılıdı. Ey insanlar, Allah'ın vaadisi haktır. Sizlerni dünya hayatı aldımısın. Aldamçı şeytan sizlerni Allah bilen aldımısın. Şüphesiz ki şeytan sizlernin düşmanınlardır. Onu düşman tutunlar. O öz güruhini dozak ehlidim buluşqa çağırdı. Kafirler qattiq azapqa duchar qılındı. İman etip yaxshi amallarni qilganlar mağfiretga ve katta ecirge erişidi. Yaman ameli özüge chiroyli ko'rsatilib, uni yaxshilik amal deb ko'rgan kishi uchun Allah xohlagan kishini ozdirdi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Undaqlar uchun hasret çekme. Allah ularning qilmishlarini bilib turmoqda. Allah şundaq zat ki şamallarni evetidi. Bulutlarni qo'zg'aydi. Andin biz o bulutlarni o'lik yerga haydaymiz. Andin ular bilan o'lik zaminni tirildirimiz. O'liklarni qayta tirildirish mana shundaqdir. Mana shundaqdir. Kim izzatni iroda qiladi ekan, bilsunki İzzetning hammasi Allohningdir. Yaxshi so'zlar Allohga yuksiludi. Yaxshi amal ularni yukseldirdi. Qadrli qarindoshlar, yomon ishlarni planlayotganlar qattiq azobga duchor qilinadi. Ularning plani amalga oshmaydi. Allah sizlarni tuproqdan, andin urug'langan tuxumdan yaratdi. Andin sizlarni jupla qildi. Hech bir kishi Allah'ın xabar bulmasdan hamildar bulmaydı. Hem tug'maydi. Ömrü uzartılgan kişinin ömrünün uzartılışı, onun ömrüden qisqartılışı elbette bir kitapta mevcuttur. Şüphesiz ki o Allah'a asandır. Kadirli qarindoshlar, bu yerde 357. izahatni Sure Fatir Mekke'de nazil bo'lgan 45 ayetlik sure. Şununki 5. ayetiga biripti. 5. ayette: "Ey insanlar, Allah'ın vaadisi haktır. Sizlarni dünya hayatı aldımısın? Aldamçı şeytan sizlarni Allah bilen aldımısın?" deganni qanday tushundiribdi? Bir qarab baqayli. Allah'ın mağfirati ko'p, rahmeti keng deb sizlarni amal qilmasanglarmi, Allah'ın mağfiret ve rahmetiga erişkili bulduğanlığı bilen aldımısın depti. Yani Allah'ın namı bilen aldaydıgan adimi şeytanlar ya olmasa her xil her yansı adamlar naiti köp. Aşunuğa dikkat kılınlar devetipti Allah subhanahu ta'ala. Bu birlikte ügünüp ötken bu Fatir suresinin 10. ayetinde kim izzetini irade kıladiken bilsin ki izzetinin hemmisi Allah'nındır. Degen bilen onun ki yaxshi sözler Allah'a yüksülüdü deydi. Yaxshi sözler Allah'a yüksülüdü. Yaxshi emel ularını yükseldirdi deydi. Yaxshi söz kısınız onun üzü Allah'a yüksülüdü esli çok. Lekin o özlüğünden emez. Onun yaxshi bir emel o çağda onu yukarıga çıkadigan bir pişanga o'xshash, bunda hareketlendirdi liftga o'xshash yoki çok demakchi ekan, yani emel bilan söz bir yerde bo'ladi. Yani söz bilan lam bo'lmaydi, kun tong atmaydi, emel qilish kerak degan gapken qadrli qarindoshlar. Şuna ba'zilarning bek güzel sözleri ya olmasa bizniki davayımızı suistimal kılgan bazı duaları ya olmasa hissiyatimizni o'g'irlash uchun yoki nima qilgan ba'zi gaplar bizni aldığımızın ameli hareket nima demekçi. Şu diginiga emas, qilg'iniga bekrak qaranglar demekçi.
Qadirli qarindoshlar, Fatir suresi Mekke'de nazil olan 45 ayetlik sureninki 13. ayetinden 18. ayetigacha birlikte ügünümüz Fatir suresi beklen muhim surelerden birisi. Hemmisi muhim bir 14 sureninki. Lekin Fatir suresi de bizning tabiatimizga alaqadar nurg'un narsa so'zlanadi. İkki deniz o'xshash bo'lmaydi. Biri shirindir, tatlıdır, suyu asan içilidi ve asan sınıdı. Yana biri tuzluqdur, açıqdır. Sizler ularning her birinden taza göç yeysiler. Taqaydigan zinnet buyumlaringlarni chiqirisilar. Sen ularda suni yerib ketavatgan kiyimlarni ko'rsan. Bu Allah'ın fazlidan talab qilishinglar ve şükür qilishinglar uchundir. Allah keçini gündüzge qetib, gündüzünü uzatıdı. Gündüzünü keçiga qetib, keçini uzatıdı. Allah günni ve ayını boysundurgan, ularning her biri belgilengen bir müddetki kadar öz orbitisinde aylanıp turdu. Yani şu Allah'tır, sizlerning Rabbinglardır. Her nersinin igisidir. Sizlerning Allah'ını koyup dua kılıvatkan zatlarınla kılçılık nersigimi ige bulalmaydı. Ularga dua kılsanlar duayınlarını anlamaydı. Anlagan takdirdimi icabet kılanmaydı. Ular kıyamet günü sizlerning ularni Allah'a şirik kılganlıklarını red kılıdı. Hiç kim sana her nersinin haberdar zattek haber verelmeydi. İyi insanlar, sizler Allah'a muhtaçsizler. Allah bolsa hiç nersige muhtaç emestir. Medhiga layıqdır. O halisa sizlerni ketkizib etib, yeni bir xalq keltirdi. Bu Allah'a tes emas. Qadirli qarindoshlar, huşunu tap ey insanlar demekçi. Ey insanlar, sizler Allah'a muhtaçsizler. Allah bolsa hiç nersige muhtaç emesdir. Medhiga layıqdır. O halisa sizlerni ketkizib etib, yeni bir xalq keltirdi. Bu Allah'a tes emas. Hiçbir günahkar başkasının günahını üstüge almaydı. Eğer günahı ağır boğan bir kişi günah yükünü üstüge eliş üçün başkasının yardımga çağırsa, onun yüküden hiçbir nerse o başkası tarafından üstüge ilinmaydı. O başkası onun to'qini boğan takdirdimi? Sen fakat Rabbini görmey durup, onun heyvisinden korkuduğun ve namazlı tuluk ve davamlık öteydiğanlarla agahlandırırsan. Kim yüzünü pak tutsa, yüzü üçün pak tutudu. Ahırı kaytıp bardığan cay Allah'ın huzurudur. Depti kadirli qarindoshlar 18. ayetimi tügüdü. Bu aralıkta bir izahat yokken Sure Fatir'ninki 19. ayetinden 30. ayetigacha bo'lgan mazmun 436. bet Mekke'de nazil bo'lgan Fatir suresi 45 ayetlik sure. Kor adam bilen körgüç adam o'xshash bo'lmaydi. Qarong'uliqlar bilen yo'ruqliq o'xshash bo'lmaydi. Soy bilen issiq o'xshash bo'lmaydi. Tiriklar bilen o'liklar o'xshash bo'lmaydi. Bir adam o'lib ketgandan keyin uning qabrisiga berib tahlil demdi, o işinin ismini bilmedim. Rabbing nima deb so'raydi, millating nima deb so'raydi, unga manda javob bergin, unda javob bergin deb shu qabrdagi odamga binas anglatma. Bu gapni takrorlaydi, keyin farishtalar uning qaytini qopquzab savol so'raydi. Savol so'ragan chog'da mushuni deb bersak, shu ishti javob berdi. Savol so'rab oson bo'ladi. Hammasi xurafiy qadirli qarindoshlar. Devatmam nima yadimine? Sure Fatir'ninki 22. ayetide tirikler bilen ölükler o'xshash bo'lmaydi. Allah xalqın kişiga anlatıdı. Sen kabirlerdeki kişilerge anlatanmaysan devatıdı. Kabirdeki kişilerge hiç kim bir narsa anlatanmaydı. Sen faqatla bir agahlandırgıçsan. Biz seni hoş haber bergücü ve agahlandırgıç kılıp haq bilen evetdik.
agahlandırgıcı evetilmeyen hiçbir ümmet yoktur. Ey Muhammed, eğer bu müşrikler seni yalgancı dese, bilgin ki bulardan ilgirkilerimi yalgancı diyen elçiler ulağa möcüzelerini, sahipelerini ve nurluk kitaplarını elip kelgen idim. Andım men kafirlerini cezaladım. Ulağı körsetken karşılıkım kandak boldu. Körmedin mi? Allah asmandan su düşürdü. Andım biz o su bilen rengarenk meyvelerini çıkardık. Tağlarının mı rengarenk ak, kızıl yolları, kapkara kısımları var. İnsanların mı yerde ömeleydiğen hayvanların mı ve en'amlarının mı en şundak her xil rengdikileri var. Allah'ın bendileri işi de Allah'tan fakat alimlarla eyminidir. Allah galip kelgüçüdür, mağfiret kılgıçıdır. Şüphesiz ki Allah'ın kitabının tilavet kılıdığan, namazını toluk ve davamlık öteydiğen, biz belge rızıktan yaxşı yolda yuşurun ve aşkara çıkım kılıdığan kişiler hergizmo kasatlaşmaydıgan ticaret ümit kılsa buludu. Çünkü Allah ulağa ecirlerini toluk burudu ve ulağa artık inam ata kılıdı. Şüphesiz ki Allah mağfiret kılgıçıdır. Şükür kılgıçığı köp inam ata kılgıçıdır. Kaderli kılındaşlar, ben bu yerde 358. izahatını Üstaz Enes Alim Fatır Suresi 28. ayet İnsanların mı yerde ömeleydiğen hayvanların mı ve en'amının mı en şundak her xil rengdikileri var. Yerde ömeleydiğen hayvanların mı ve en'amlarının mı en şundak her xil rengdikileri var. Allah'ın bendiler işi de Allah'tan fakat alimlarla eyminidir diyenge 358. izahatını biripti Enes Alim Ustaz. Bu yerdeki alimler Allah Teala yaratkan Allah Teala yaratkan üsümlük, tağ, insan, hayvan ve başka barlıq canlıların alaylıklarını tetkik edip Allah Teala'nın uladaki kudreti, ilmi, hikmeti ve merhameti aldıda korkunuç ve ihtiram tuygusu işi de Allah Teala'ga tazim kılgan kişilerdir depto Enes Alim Ustaz. 337. betki geldik. Mekke'de nazil bolgan Fatır Suresi 45 ayetlik sure kadirli kıyırındaşlar. 31. ayeti den 38. ayetigice birlikte ügüneyle. Ey Muhammed! Biz sana vahiy kılgan kitap haktır. Biz sana vahiy kılgan kitap haktır. Minel kitap. El kitap kaderli kırındaşlar Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim haktır. Biz sana vahiy kılgan devatıdır. Üzüdün burun nazil kılan kitaplarını tasdiklıgıçıdır. Şüphesiz ki Allah bendilerden haberdardır. Ulanı körüp turguçudur. Andın biz kitapni bendilerimizden üzümüz tallığan kişilerge miras kılıp berdik. Ulanın bazısı üzüge zulüm kılgıçıdır. Bazısı otturhal yol tutkuçudur. Bazısı Allah'ın ruhsutu bilen yaxşı işlerini kılışta aldığı ötüp ketküçüdür. Yani şu katta pezildi. Ular edin cennetleri kirdi. Ular o cennetlerde altın bilezükler ve mervayetler bilen zinnetlinidir. Ularning kişimleri yipektin buludu. Ular mundaq deydi. Bizden gam qaygını ketkizip etken Allah'a hamdü sanalar bolsun. Şüphesiz ki Rabbimiz mağfiret kılgıçıdır. Şükür kılgıçıga köp inam ata kılgıçıdır. O öz iltifatı bilen biz işide ebedi kalıdığan yurtqa yerleştirdi. Biz bu yurtta hiç çarçımayımız ve zirikmeyimiz. Kafirlığa gelsek, ular cehennem otuğa duçar kılınıdı.
ularning o'lishiga hukm qilinmaydi. Bu taqdirda o'lib ketishgan bo'ladi. Ularning azobi yengilletilmaydi. Biz har qanday tuzkorni ana shundoq jazolaymiz. Kafirlarga kelsak, ular jahannam o'tiga duchor qilinadi. Ularning o'lishiga hukm qilinmaydi. Bu taqdirda o'lib ketishgan bo'ladi. Ularning azobi yengilletilmaydi. Biz har qanday tuzkorni ana shundoq jazolaymiz. Ular o o'tning ichida Rabbimiz bizni chiqargin, qilgan amallarimizdan boshqa yaxshi amallar qilayli deb yalvorib tovlashidi. Bu chaqda biz ularga mundaq deymiz: "Sizlarni dunyoda nasihat oladigan kishi nasihat olgudek zaman yaşatmadikmi? Sizlarga ogohlantiruvchi kelgan edigim. Endi tetinglar, zalimlarga hech qanday yordamchi yo'qdir. Shubhisizki Allah osmonlarning va zaminning g'aybini bilguchidir. Shubhisizki o dillardagini bilguchidir." Bu yerda boshqa bir izohatmi yo'qken, qadrli qarindoshlar. Endi 438-betda Mekkada nozil bo'lgan 45 oyatlik sura Fatir surasininki 39-oyatining 44-oyatigacha 439-betda 45-oyat bilan bu sura tugaydi ekan. Qani birlikda o'rganib o'taylik. 39-oyati. Allah shundoq zotki, sizlarni zaminda o'rin basar qildi. Kim kafir bo'lsa, o'ziga kafir bo'ladi. Kafirlarning kufrligi o'zlariga Allohning huzurida faqat nafrat orttirdi. Kafirlarning kufrligi o'zlariga faqat ziyon orttirdi, xolos. Müşriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib duo qilayotgan zotlaringlarga bir qarab baxtinglarmi? Menga ko'rsatib beringlar. Qani, ular nimadan nima yaratdi? Yoki ularning osmonlarda bir shirkchiligi bormi? Va yoki ularga biz bir kitob bergan bo'lib, ular o kitobdagi dalillarga asosan ish qilamdi. Yo'q. O zalimlar bir-birini faqatla yolg'on va'dalar bilan aldaydi. Allah osmonlarni va zaminni zavol tepishdan saqlayotdi. Agar ular zavol topadigan bo'lsa, ular Allohdan boshqa hech kim, ularni Allohdan boshqa hech kim tutib tura olmaydi. O halimdir. Mag'firat qilg'uchidir. Qadrli qarindoshlar, Allohning halim sifati, el-g'afir sifati. Ular agar bizga ogohlantiruvchi kelsa, Alloh bilan qasamki, ummatlarning eng hidoyat topquchisi albatta biz bo'lamiz deb kuchli qasam qildi. Lekin ogohlantiruvchi kelganda ular texmo urkib ketishdi. Ular zaminda cho'ngchilik qilish va boshqalarga o'ri qo'llash uchun shunda qildi. Halbuki o'rini kim qo'llasa o'zi tushidi. Ular Allohning ilgarikilarga ijro qilgan o'zgarmas qonunining o'zlariga ijro qilinishini saqlab o'tdi. Sen Allohning qonunining o'zgarganligini ko'rmaysan, ko'rolmaysan. Sen Allohning qonunining tegishlik bo'lmaganlarga ijro qilinganligini mo ko'rolmaysan. Ular yer yuzida sayr qilib, o'zlaridan burun o'tganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaramamdi. Qaramadimi? Ular bularning kuchligida, osmonlarda va zaminda Allohning qudratiga qarshi tura oladigan hech narsa yo'qdir. Shubhisizki, o bilimlikdir, qudratlikdir. Agar Alloh insonlarning qilmishlari tufaylidan darhol jazolaydigan bo'lsa edi, yer yuzida hech bir jonliq qo'ymagan bo'ladi. Lekin Alloh ularni belgilagan muddatning oxiriga qadar kechiktirdi. Ularning muddati to'shqanda Alloh qiladigini qiladi. Chunki Alloh
bendelerini körüp turgucudur. Kaderli kırındaşlar, Allah subhanahu ta'ala'nın ki Kur'an Kerim'deki bu Fatir suresi Mekke'de nazil bolgan 45 ayetlik sureni birlikte ügünüp öttük canım dostlar. Endi biz Sure Yasin'ga ötep gitimiz 45. Facebook Kur'an halkımızda birlikte Yasin suresi ve onun keyinki sureni birlikte ügünüş kılımız 45. Facebook Kur'an halkımızı görüşeyle. Allah'ın özüge amanet bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.